olyapman. Mana biz banan sotib oldik korzinkadan. Lekin o'sha qochibdi. Shu gapi rost ekan. Mana qaranglar. Mana bu yog'ini men kovladim. Mana qaranglar bu yog'ini ham. Mana. Mana qo'limda shunisi yo'q. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Qizarib yotibdi mana. Mana. Qip-qizil yotibdi. Bunga nima deysizlar? Mana. Mana. Qaranglar. Mana. Mana. Mana yana. Mana. Mana hamma yog'i mana shunaqa qon tanlashib qolgan. Mana bittasi boya chiquvdi, bittasi chiquvdi. Yeb qo'ydim. Men bilmasdan buni yeb qo'yibman-da mana. Mana. Yeting, endi yeyman buni. Mana. Mana odamlar banan yemanglar. Men buni korzinkadan oluvdim. Bu haromlar. Mana. Mana bizni zaharlamoqchimi? Nima qilmoqchi? Mana qizarib yotibdi. Men bilmay korzinkadan 100 minglik olibman, 100 minglik banan olibman. Bu nima bo'lgan bu bananga? Men hayronman. Mana. Mana. Tirnog'im kirib qolmasin. Qo'lim yeb tashlab qoling tez borib. Hashshi yeb bo'lmaydi mana. Bananlar ahvoli. Narigi bananni ham olib berchi. Olib ber bananni. Olib berchi, menga berchi. Yana mana ikkita qoldi. Mana qaranglar, ochilmagan, sal ko'tar. Mana ikkita banan ochilmagan, mana. Mana bunaqa mana emblemali banan. Mana shunaqa emblemali banan. Endi bunisi ham ochib ko'ramiz hozir. Mana nima? Banan yeb Просто navaralarim yesin deb olib keldim. Mana. Mana qizarib yotibdi. Mana. Mana ko'ryapsiz. Hamma yog'i qizarib yotibdi. Nima bu? Qip-qizil qon tanlashib yotibdi mana. Chirigan desanglar, chirigan boshqacha bo'ladi, mana bunaqa bo'ladi chirigan. Bu unaqa emas mana, banan ahvoli. Nima bu ahvol? Ko'ryapsizmi? Bu banan jo'natayotganlar odamlar zaharni o'ldirmoqchimisizlar? Ha? Mana yana. Mana yana. Hozir men ichini mana qara, ichini bundoq qilsam, mana qaranglar ichini. Mana qizarib yotibdi. Qonga o'xshab, mana. Qonga o'xshab. Mana. Odamlar